Bugun men sizga juda og'riqli va ko'pchilik bilmay yuradigan masalani tushuntiraman. Gaz hisoblagichini tekshirishdi. Plomba buzilgan, hisoblagichga aralashilgan. Qarzdorlik bor deyishdi va birdaniga 500 ming so'm jarima yoki undan ham katta summa yozib berishdi. Eng xavflisi shundaki, odamlar qo'rquvdan uyimdan ayrilib qolaman, gazni uzib qo'yishadi, sudga berishadi deb. Hujjatlarni o'qimasdan imzo qo'yib yuboradi. Bu ma'lumot hamma uchun juda muhim. Xonadonda yashayotganlar uchun ham, ijaraga uy berganlar uchun ham, yangi kvartira sotib olganlar uchun ham, eski hisoblagichli hovlida yashayotganlar uchun ham. Hozir obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bugun sizga gazoviklar kelganda qanday gaplashish, qaysi hujjatni talab qilish, qachon imzo qo'yish mumkin. Qachon esa umuman shoshilmaslik kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Avvallari ko'p joylarda gaz hisob kitobi juda oddiy ko'rinardi. Hisoblagich bor. Oyma-oy ko'rsatkich beriladi, to'lov qilinadi. Gaz idorasi vakillari kelib hisoblagichni ko'radi. Plomba joyidami, raqamlar aylanyaptimi, qarzdorlik bormi, shuni tekshiradi. Odamlar ham ko'pincha kelishdi, ko'rishdi, ketishdi deb o'ylardi. Lekin oxirgi yillarda tartib ancha qattiqlashdi. Elektron bazalar, shaxsiy hisob raqamlar, texnik dalolatnomalar, iste'mol me'yorlari, noqonuniy ulanish bo'yicha qayta hisoblashlar juda ko'paydi. Endi vaziyat shunday. Agar gaz tashkiloti xodimi hisoblagichda shubhali holat ko'rsa, masalan, plomba shikastlangan, oynasi tirnalgan, korpusi ochilganga o'xshaydi, hisoblagich to'xtab qolgan, magnit izlari bor deb gumon qilsa, ular dalolatnoma tuzishi mumkin. Ana shu dalolatnoma keyin sizga katta moliyaviy muammo olib kelishi ehtimoli bor. Ba'zan 20 million emas, 2 million emas, 7 million 500 million so'm yoki undan ham ko'p summa chiqadi. Bu summa doim ham jarima deb atalmaydi. Ba'zan qayta hisob kitob yetkazilgan zarar me'yor bo'yicha hisoblangan iste'mol deb yoziladi. Lekin oddiy odam uchun farqi yo'q. Baribir cho'ntagidan katta pul chiqadi. Eng katta xato shuki, odamlar gaz xodimi aytgan har bir gapni darhol qonuniy yakuniy qaror deb qabul qiladi. Aslida tekshiruv, dalolatnoma, qayta hisob, e'tiroz, ekspertiza, sudgacha tartib va sud jarayoni degan bosqichlar bor. Men bugun aynan shu bosqichlarni tushuntiraman. Chunki siz tartibni bilsangiz, vahimaga tushmaysiz, noto'g'ri imzo qo'ymaysiz, o'zingizga qarshi keraksiz dalil yaratmaysiz. Avvalo, kimlar alohida ehtiyot bo'lish kerak? Birinchi toifa eski uyda yashaydiganlar. Masalan, hisoblagich 10 yildan beri davorda turibdi, plomba qachon qo'yilganini hech kim eslamaydi, oldingi egadan qolgan. Bunday holatda siz men tegmaganman desangiz ham, tekshiruv paytida plomba holati bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Shuning uchun eski hisoblagichli xonadonlarda hujjatlar albatta tartibda bo'lishi kerak. Hisoblagich o'rnatilgan sana tekshiruvdan o'tganligi, plombalash dalolatnomasi, shaxsiy hisob raqami, oxirgi to'lovlar. Ikkinchi toifa kvartirani yaqinda sotib olganlar. Tasavvur qiling, siz 2024 yilda kvartira oldingiz. Oldingi egasi sizga hammasi toza dedi. Siz notariusdan o'tdingiz, ko'chib kirdingiz. Oradan 2 oy o'tib gaz xodimlari kelib, hisoblagich plombasi buzilgan, qayta hisob 7 ming so'm deyishi mumkin. Siz esa men yangi egaman. Bu holat oldin bo'lgan bo'lishi mumkin deysiz. Mana shu yerda eng muhim savol tug'iladi. Kvartirani olayotganda gaz bo'yicha qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotnoma oldingizmi? Hisoblagich ko'rsatkichini oldi, sotdi, kuni yozib qo'ydingizmi? Suratga oldingizmi? Oldingi egadan kommunal xizmatlar bo'yicha dalolatnoma qildingizmi? Agar bular yo'q bo'lsa, keyin isbotlash qiyinlashadi. Uchinchi toifa. Ijaraga uy berganlar. Uy egasi men u yerda yashamayman, ijarachi yashaydi deb o'ylaydi. Lekin gaz shaxsiy hisob raqami kimning nomida? Ko'pincha uy egasining nomida. Agar ijarachi gaz hisoblagichiga aralashsa, plomba buzilsa, qarzdorlik yig'ilsa, birinchi navbatda da'vo kimga keladi? Ko'pincha mulkdorga. Shuning uchun ijaraga berayotgan odam shartnomada kommunal to'lovlar kim zimmasida ekanini yozishi, hisoblagich ko'rsatkichini topshirish, qabul qilish, dalolatnomasiga kiritishi, har oy to'lov kvitansiyasini talab qilish kerak. To'rtinchi toifa hovlida yashab gaz uskunalari ko'p bo'lganlar. Masalan, oshxona plitasi, isitish qozoni, suv isitgich, qo'shimcha pechka bor. Agar ro'yxatda faqat bitta plita ko'rsatilsa, amalda esa bir nechta gaz qurilmasi ishlatilsa, tekshiruvda savollar tug'iladi. Bu har doim ham katta jarima degani emas. Lekin hujjatlardagi ma'lumot bilan amaldagi holat mos kelmasa, qayta rasmiylashtirish talab qilinadi. Endi kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi.
Agar sizning hisoblagichingiz yangi, rasmiy o'rnatilgan plombalash dalolatnomasi bor. Har oy to'lov qilasiz, hisoblagichga hech kim tegmagan, gaz uskunalari hujjatda ko'rsatilgan bo'lsa, tekshiruvdan qo'rqish shart emas. Lekin baribir ehtiyotkorlik kerak. Chunki hatto toza holatda ham hujjatlarni to'g'ri yuritmasangiz, o'zingizni himoya qilish qiyin bo'ladi. Keling, hayotiy misol bilan tushuntiraman. Bir oila kvartirada yashaydi. Oyiga o'rtacha tekis 1000 so'm gaz to'laydi. Bir kuni tekshiruv keladi va hisoblagich oynasida tirnalgan joy bor deydi. Oila boshlig'i ishda, uyda esa onasi bor. Xodimlar imzo qo'ying. Bu faqat ko'rganimiz haqida deydi. Ona imzo qo'yadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, dalolatnomada iste'molchi hisoblagichga aralashgan bo'lishi mumkin. Plomba shubhali degan mazmun bor. Oradan bir hafta o'tib qayta hisob keladi. Mana shu vaziyatda asosiy muammo tirnalgan oyna emas. Hujjatni o'qimasdan imzo qo'yish. Yana bir misol. Erkak kishi uy sotib oladi. Oldingi egasi hisoblagich ko'rsatkichni og'zaki aytadi. 1200 kub, lekin hujjatda yozilmaydi. Yangi egasi ko'chib kirganda hisoblagich 1500 kub ko'rsatadi. Gaz idorasi bazasida esa oxirgi ko'rsatkich 900 kub bo'lib turadi. Farq chiqadi. Kim to'laydi? Agar topshirish qabul qilishda aniq raqam yozilmagan bo'lsa, yangi egaga tushuntirish berish qiyin bo'ladi. Shuning uchun har qanday uy oldi sottisida kommunal hisoblagichlar suratga olinadi. Raqami yoziladi, sana qo'yiladi. Ikki tomon imzo chekadi. Yana bir vaziyat. Ijarachi qishda gazni ko'p yoqadi, to'lov qilmaydi, keyin chiqib ketadi. Uy egasi kelib qarasa, gazdan 3 million so'm qarz bor. Ijarachi telefonni ko'tarmaydi. Agar shartnoma bo'lmasa, kvitansiyalar nazorat qilinmagan bo'lsa, uy egasi muammoni o'zi ko'tarishga majbur bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman. Ijaraga uy berish faqat kalit topshirish emas, bu kommunal xavflarni boshqarish hamdir. Eng birinchi nozik jihat. Dalolatnoma imzolash masalasi. Ko'pchilik imzo qo'ymasam bo'lmaydi. Baribir yozib ketishadi deb o'ylaydi. Ha, ular siz imzo qo'ymasangiz ham dalolatnoma tuzishi mumkin. Lekin sizning imzongiz hujjatda nimani tasdiqlayotgani juda muhim. Agar hujjatda iste'molchi qoidabuzarlikni tan oldi degan ma'nodagi jumlalar bo'lsa, bu keyin sizga qarshi ishlashi mumkin. Shuning uchun imzo qo'yishdan oldin har bir qatorni o'qing. Agar rozi bo'lmasangiz, dalolatnoma mazmuniga e'tirozim bor. Qoidabuzarlikni tan olmayman, mustaqil ekspertiza talab qilaman yozing. Shundan keyin imzo qo'yish boshqa. Hech narsa yozmasdan imzo qo'yish boshqa. Ikkinchi nozik jihat, gaz xodimlari xonadonga kirishi. Albatta gaz xavfsizligi muhim. Siz gaz hidini sizib chiqishni, avariya xavfini inkor qilmasligingiz kerak. Lekin har qanday tekshiruvda xodim kimligini ko'rsatishi, xizmat guvohnomasi bo'lishi, nima maqsad kelganini tushuntirishi kerak. Agar eshik oldida ikki kishi kelib gazdanmiz, oching desa, siz xotirjam tarzda guvohnoma so'rashga, tashkilot nomini aniqlashga, telefon orqali tasdiqlashga haqlisiz. Bu qo'pollik emas, bu normal ehtiyot chorasi. Uchinchi nozik jihat plombaning o'zi. Plomba oddiy sim yoki plastmassa bo'lib ko'rinsa ham, huquqiy jihatdan juda muhim narsa. Agar plomba yo'qolgan, uzilgan, raqami mos kelmayotgan bo'lsa, men bilmayman deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki iste'molchi hisoblagich saqlanishi uchun javobgar deb qaraladi. Ammo bu degani har qanday plomba muammosi avtomatik ravishda siz aybdorsiz degani emas. Masalan, plomba eski, zanglagan, tashqi ta'sirsiz uzilgan bo'lishi mumkin. Hisoblagich umumiy koridorda joylashgan bo'lsa, unga boshqa odamlar ham tegishi mumkin. Bunday holatda dalil, foto, guvohlar, joylashuv, avvalgi tekshiruv hujjatlari muhim bo'ladi. 4-chi nozik jihat. Hisoblagich umumiy yo'lakda yoki tashqarida bo'lsa. Ko'p uylar bor. Hisoblagich xonadon ichida emas, tashqarida, podyezdda, devor yonida turadi. Bunday paytda iste'molchidan nima uchun plomba shikastlangan deb so'rashadi. Lekin siz asosli savol berishingiz kerak. Hisoblagich joylashgan hududga kimlar kira oladi? U qulflanganmi? Gaz tashkiloti avval bu holatni ko'rganmi? Oxirgi plombalash qachon bo'lgan? Agar hisoblagich ochiq joyda bo'lsa, har qanday shikastlanish bo'yicha iste'molchining qasdi borligini isbotlash oson emas. 5-chi nozik jihat. Kvartirani olib qo'yishadi degan qo'rqitishlar. Men bu yerda juda aniq aytaman. Kommunal qarz yoki qayta hisob bo'yicha nizoda kvartira darhol olib qo'yilmaydi. Buning uchun jarayon bor. Talabnoma, qarzni undirish, sud, ijro hujjati, majburiy ijro. Hatto shunda ham qonunchilikda yagona yashash joyi,
mulkni undirish tartibi, minimal kafolatlar kabi masalalar bor. Albatta, qarzni e'tiborsiz qoldirish kerak emas, lekin bugun imzo qo'ymasangiz ertaga uyingiz ketadi degan gapga ishonib vahimada noto'g'ri qaror qilmang. 6-nozik jihat, xavfsizlikka tahdid bo'lsa, gaz ta'minoti vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Masalan, sizib chiqish, nosoz uskuna, noqonuniy ulanish xavfi. Lekin qarzdorlik yoki bahsli dalolatnoma bo'yicha ham tartib bo'lishi kerak. Sizdan yozma asos so'rash, qarzdorlik hisobini talab qilish, e'tiroz kiritish huquqingiz bor. Ko'pchilik aynan gaz uzilishidan qo'rqib, bahsli summani darhol to'lab yuboradi. Keyin pulni qaytarish ancha qiyinlashadi. 7-nozik jihat, mustaqil ekspertiza. Agar sizga hisoblagichga aralashilgan deb aytilsa, asosiy savol, buni kim va qanday aniqladi? Oddiy ko'z bilan qarab aytildimi yoki maxsus tekshiruvdan o'tdimi? Hisoblagich yechib olinayotgan bo'lsa, uning yechilishi, qadoqlanishi, plombalanishi dalolatnoma bilan rasmiylashtirilishi kerak. Siz jarayonda ishtirok etishga, foto va video olishga, o'z e'tirozingizni yozishga harakat qiling. Hisoblagichni olib ketishdi. Keyin bir oy o'tib buzilgan ekan deyishdi. Lekin qadoqlash dalolatnomasi yo'q, surat yo'q, guvoh yo'q bo'lsa, bu jiddiy bahsli holat. 8-nozik jihat, eski qarzdorlik. Ba'zan odam yangi uyga kiradi, keyin eski qarz chiqadi. Kommunal xizmatlar bo'yicha shaxsiy hisob raqam mulk bilan bog'liq bo'lib qolishi mumkin. Lekin qarzning qaysi davrda, kim tomonidan, qanday hisoblanganini ajratish muhim. Agar qarzsiz mulkdorma davrga tegishli bo'lsa, oldi sotdi hujjatlari, mulk huquqi o'tgan sana, hisoblagich ko'rsatkichi, notarius hujjatlari bilan e'tiroz yozish kerak. Endi eng muhim qism, gaz xodimlari kelganda nima qilish kerak? Birinchi qadam, xotirjam bo'ling. Baqirmang, urushmang, eshikni yuziga yopmang. Lekin o'zingizni ham ojiz ko'rsatmang. Men doim shunday maslahat beraman. Marhamat, guvohnomangizni ko'rsating. Guvohnomangizni ko'rsating. Qaysi tashkilotdan ekansiz? Nima deb so'rang. Ism, familiyasini yozib oling. Agar imkon bo'lsa, telefoningizda foto yoki video qayd qiling. Bu yashirin janjal qilish uchun emas, jarayon shaffof bo'lishi uchun. Ikkinchi qadam, hisoblagichga tegishdan oldin suratga oling. Hisoblagichning umumiy ko'rinishi, raqami, ko'rsatkichi, plomba, sim joylashuvi, atrofidagi davor yoki shkaf holati ko'rinsin. Agar keyin plomba boshqacha edi degan bahs chiqsa, sizda dalil bo'ladi. Suratlarda sana avtomatik saqlanadi. Bu ham foydali. 3-qadam, dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Xodim shoshtirsa ham, men hujjatni o'qib chiqman deng. Agar matnda siz rozi bo'lmagan gap bo'lsa, yoniga yozing. Mazkur holatga rozi emasman. Qoidabuzarlikni tan olmayman. Hisob-kitobga e'tirozim bor, ekspertiza talab qilaman. Bu jumlalarni o'z qo'lingiz bilan yozing. Bo'sh joy qoldirmaslikka harakat qiling. Nusxasini albatta oling. Agar nusxa berishmasa, dalolatnomani suratga oling. 4-qadam, hech qachon og'zaki va'daga ishonib qolmang. Imzo qo'ying, keyin hal qilamiz. Bu shunchaki formalnost. Sizga hech narsa bo'lmaydi degan gaplar hujjatda aks etmagan bo'lsa, keyin foyda bermaydi. Huquqda og'zaki gapdan ko'ra yozma hujjat kuchliroq. 5-qadam, gaz idorasiga yozma ariza bering. Arizada shaxsiy hisob raqamingizni, manzilingizni, tekshiruv sanasini, dalolatnoma raqamini yozing. Keyin shunday mazmunda talab qiling. Dalolatnoma nusxasi, qayta hisob-kitob asoslari, hisoblash formulasi. Qaysi davr uchun hisoblangani, qaysi me'yor qo'llangani, ekspertiza xulosasi bo'lsa, uning nusxasi berilsin. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va muhr yoki ro'yxat raqamini qo'ydirib olasiz. 6-qadam, to'lov tarixini yig'ing. Bank ilovasidan kvitansiyalarni yuklab oling. Eski cheklarni toping. Oxirgi 6 oy yoki 1 yil ichidagi to'lovlarni tartiblang. Agar siz muntazam to'lagan bo'lsangiz, bu sizning intizomli iste'molchi ekaningizni ko'rsatadi. Bu har doim muammoni avtomatik hal qilmaydi, lekin pozitsiyangizni kuchaytiradi. 7-qadam, uy oldi sotdi bo'lgan bo'lsa, hujjatlarni ajrating. Notarial shartnoma, mulk huquqi o'tgan sana, topshirish qabul qilish dalolatnomasi, hisoblagich ko'rsatkichi fotosurati. Oldingi egadan olingan kommunal ma'lumotnomalar kerak bo'ladi. Agar bular yo'q bo'lsa ham vahima qilmang. Notarial shartnomasi va mulk o'tgan sanasi orqali kamida davrini ajratish mumkin. 8-qadam, ijaraga oid hujjatlarni tayyorlang. Agar uyda ijarachi yashagan bo'lsa, ijara shartnomasi, pasport ma'lumotlari, kommunal to'lovlar kim zimmasida
ekani yozilgan band, kalit topshirilgan sana hisoblagich ko'rsatkich kerak. Agar shartnoma bo'lmasa, yozishmalar, pul o'tkazmalari, qo'shnilar guvohligi ham yordam berishi mumkin. Lekin rasmiy shartnoma doim kuchliroq. 9-qadam, bahsli summa katta bo'lsa. Mutaxassis yoki yurist bilan maslahatlashing. 7500 ming so'm oddiy pul emas. Ayrim odamlar yuristga pul ketadi deb o'ylab, katta summani asossiz to'lab yuboradi. Ba'zan esa bitta to'g'ri yozilgan e'tiroz, bitta ekspertiza talabi, bitta hisob kitobni qayta ko'rib chiqish arzasi vaziyatni o'zgartirishi mumkin. 10-qadam, agar siz haqiqatan ham qoidabuzarlik bo'lmaganiga ishonsangiz, pozitsiyangizda turing. Lekin buni hissiyot bilan emas, hujjat bilan qiling. Men tegmaganman degan gapning o'zi kamlik qiladi. Mana oxirgi tekshiruv dalolatnomasi, mana plomba surati, mana hisoblagich ko'rsatkichi, mana to'lovlarim, mana e'tirozim desangiz bu boshqa masala. Men tomoshabinlarga yana bitta oddiy profilaktika qoidasini aytaman. Har oy gaz hisoblagichni suratga olib qo'ying. Bu 10 soniya vaqt oladi. Lekin keyin katta nizoda sizga yordam berishi mumkin. Ayniqsa uy ijarada bo'lsa yoki hisoblagich tashqarida turgan bo'lsa, bu odat juda foydali. Suratga ko'rsatkich, hisoblagich raqami va plomba ko'rinadigan qilib oling. Yana bir profilaktika. Hisoblagich atrofini ochiq, toza va xavfsiz saqlang. Hisoblagich ustiga shkaf o'rnatmang, ustini yopmang, simlarini tortmang, yoniga issiq narsalar qo'ymang. Ba'zan odamlar oshxonani ta'mirlab, hisoblagichni mebel ichiga tiqib qo'yadi. Keyin tekshiruvda kirish qiyin bo'ladi, shubha ko'payadi, ortiqcha muammo chiqadi. Agar hisoblagich nosoz deb o'ylasangiz, masalan raqamlar aylanmayapti, juda tez aylanyapti, g'alati ovoz chiqyapti, darhol o'zingiz ochib ko'rmang. Gaz idorasiga yozma murojaat qiling. Hisoblagich nosoz bo'lishi mumkin. Tekshirib berishingizni so'rayman deb arza bering. Chunki o'zingiz ochsangiz yoki usta chaqirib plombaga tegilsa, keyin bu sizga qarshi ishlashi mumkin. Agar gaz hidi sezilsa, bu alohida masala. Bu yerda huquqiy bahsni keyinga qoldirib, xavfsizlik birinchi o'ringa chiqadi. Derazalarni oching, olov yoqmang, elektr tugmalarini bosmang. Odamlarni xavfsiz joyga chiqaring va avariya xizmatiga xabar bering. Gaz masalasi puldan ham muhim narsa bor. Inson hayoti va xavfsizligi. Bugungi gapning eng muhim joyi shuki, gaz hisoblagichi bo'yicha tekshiruvdan qo'rqmang. Lekin beparvo ham bo'lmang. Plomba, dalolatnoma, qayta hisob, qarzdorlik va ekspertiza oddiy narsadek ko'rinsa ham, ular sizga millionlab so'mlik majburiyat olib kelishi mumkin. Eng katta himoyangiz hujjat, surat, yozma e'tiroz va xotirjam harakat. Agar gaz xodimlari kelgan bo'lsa, guvohnoma so'rang, jarayonni qayd qiling, hujjatni o'qing, rozi bo'lmasangiz e'tirozingizni yozing, nusxa oling. Keyin gaz idorasiga yozma arza bilan murojaat qiling. Kvartira sotib olayotganda yoki ijaraga berayotganda esa hisoblagich ko'rsatkichi va kommunal holatni albatta hujjatlashtiring. Sizda shunday holat bo'lganmi? Gaz hisoblagichini tekshirib, katta summa yozib berishganmi yoki plomba bo'yicha muammo chiqarganmi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimnidir 75 million so'mlik xatodan saqlab qolishi mumkin.